Barchalarga assalomu alaykum. Sizlar bilan Hyperos. Bugungi bizning videomizga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan Blockbuster, ya'ni Blockbuster modini Minecraftga tushirib, qanday qilib animatsiyalar berish va shunga o'xshash va hokazo narsalarni ko'rsatib o'taman. Xo'p, birinchi o'rinda biz nima qilishimiz kerak? Qaranglar, biz tilanchurda turibmiz. Endi buni men nima uchun qilyapman? Bu telefondagilar uchun ham bemalol u tushirsa bo'ladi. Birinchi o'rinda Mic mod kerak bo'ladi. Meta Morph va Blockbuster kerak bo'ladi. Shu uchalasi kerak bo'ladi bizga. Va qaranglar do'stlar, yana bitta narsaga chuqur e'tibor qaratinglar. Buni pojada ham tushirsanglar bo'ladi. 3 ta modni ham Telegram kanalimga tashlab qo'yaman albatta. 100 ta like, 100 ta kommentdan keyin. Xo'p, birinchi o'rinda mana kompyuterdagilar uchun, yangilar uchun, endi kompyuterda qilish oson-u, pojadagilarga men o'rgatganman bu narsani. Xo'p, birinchi o'rinda biz mana bu tugma bor, ya'ni papkasi bor. Tilanchurni va shu yerga bosamiz bir marta. Bu yerda mana bu yerda mods papkasi bo'ladi. Shu mods papkasiga ichiga kiramiz. Bu yerda modlar turadi. Ba'zi ikkita modni mechkani o'ng tomoni bilan bosib bunday qilib olamiz, ya'ni belgilab olamiz. Mana shunday qilib olamizda va shu 3 ta modni ham shu yerga tashlaymiz. Tushgandan keyin do'stlar bitta narsaga e'tibor qaratishingiz kerak bu yerda. Minecraftga kiramiz, mana bu yerda Minecraft. Bu yerda biz Blockbusterda misol uchun animatsiya qilmoqchi bo'lsak, qaysidir skin orqali animatsiya qilsak bo'ladi. Va o'sha skinni qayerga kiritsak bo'ladi. Misol uchun siz bironta animatsiya qilmoqchisiz, o'shanga skin o'rnatmoqchisiz, ya'ni skinli animatsiya. Misol keltirsam, Dreamni skini yoki Compound skini farqi yo'q. Endi men bu video bilan qishloqcha video qiling demoqchi emasman. O'ziga yarasha zo'r seriallar qilsangiz bo'ladi, albatta. Xo'p, Blockbuster modini birinchi o'rinda o'sha skinni qanday tushirishimiz mumkin biz bu yerda. Endi qaranglar. Birinchi o'rinda bizda skin tanlangan. Men bu yerda skin 3 ta skin qo'yib qo'ydim. Bu personajlarning skini, ya'ni sizning skiningiz ham bo'lishi mumkin. Demak, bironta skin qo'yib qo'yasiz bu yerda yoki Zarchiverda. Xo'p, birinchi o'rinda configga kiramiz. Bu yerdan configda, ya'ni Minecraftning o'zining papkasida config bo'ladi. Bu yerda Blockbuster bo'ladi. Blockbusterga kiramiz. Bu yerda modelist degan bo'lim bo'ladi. Bu yerda keyin Fred degan bo'lim bo'ladi. Keyin skins degan bo'lim bo'ladi. Shu yerga 3 ta skinni tashlaysizlar. Ya'ni papka ichiga kirib ketadi. Buni o'rganib olsanglar juda zo'r, ya'ni bu oson bo'lib qoladi. Keyin sizlarga odatiy mazza qilib ishlayverasizlar. Sizlar uchun juda oson bo'lib qoladi. O'zi Blockbusterda ishlash oson. Bunday olib qaraganda faqat animatsiyalarni berish, qo'llarni ximillatishdan tashqari. Xo'p, buni tashladik. Endi biz Minecraftga kirsak ham bo'laveradi, to'g'rimi azizlar? Biz nima qilamiz? Minecraftga kiramiz. 1.12 versiyadan kirasizlar. Faqat mod shu versiyaga tushadi. Xo'p, keyin endi bu versiyaga kirib olamiz. Azizlar, bizda mana ko'rishingiz mumkin, biz o'zimiz Minecraftimizga kirib oldik. Endi men qanday qilib Blockbusterda o'rnatish, animatsiyalar berishni o'rgatib o'taman. Birinchi o'rinda qaranglar, e'tibor beringlar. Mana bizda Blockbusterni o'zining modi mana bu yerda turadi. Bitta personaj bo'ladi. Shu personajni ustiga mana qo'yasizlar-da, ustiga bosasizlar meshkani o'ng tomoni bilan. Bu yerda mana ko'rishingiz mumkin, hech narsa bo'sh mana bu yerlarda. Xo'p, bu yerda endi qanday animatsiya beramiz deyishingiz mumkin. Birinchi o'rinda animatsiya berish uchun biza bitta ya'ni papka ochib olishimiz kerak. Ya'ni sloyga o'xshagan narsa, bu narsani sal yo'qotsak yaxshi bo'lardi. Xo'p, buni ochib oldik. Ya'ni bitta sloy desa ham bo'ladi. Endi bu yerda 3 ta personaj chiqishimiz kerak. 1, 2, 3. 3 ta personajdan animatsiya qilsak ham bo'laveradi. Keling, men sizlarga endi qanday qilib animatsiya, ya'ni skinni o'rnatishni ko'rsatib o'taman. Personajni belgilaysizlar, editni bosasizlar, bu yerdan materials bo'limi bo'ladi. Shu materialsga kirasizlar, bu yerda pick skin bor. Shuni ustiga bosasizlar, boyaki ba deganga kirasizlar, Fred deganga kirasizlar. Mana 3 ta skin turadi bu yerda. Ko'rishingiz mumkin, 3 ta skin turibdi. Birinchisini tanlaysizlar va mana bizning skinimiz qo'yildi va endi nima qilamiz? Biz hech narsa qilmaymiz. Mana chiqsak ham bo'laveradi. Endi ikkinchisiga qilamiz. Ya'ni yana shu yerda ham Steve'dan foydalanamiz. Albatta Steve'ni prosta shunchaki Steve personajni skinni o'zgartiramiz. Ikkinchisiga qo'yamiz. Ikkinchisiga ham tayyor va uchinchisiga qo'yishimiz. Mana bu yerda ham alohida ochilib ketayotgan. Bu yerda adashib shuni bilinglar, mana bu yerda personaj qo'yasizlar. Mana shu personaj qo'shish degani. Bu yerda yana bitta skin qo'shamiz, materialsga kiramiz, pick skin va bu yerda mana yana bitta skin qo'shdik. Va bu yerda ham xohlaganingizdek yana mana bu yerda ham personaj qo'shsanglar bo'ladi. Mana biz to'rttagina o'sha personajni qo'shib oldik. Endi bularga qanday qilib animatsiya qilsa bo'ladi?
Biz 4 skinda ham qo'ydik. Endi biz qanday qilib animatsiya berishimiz mumkin? Birinchi o'rinda buni foydalanuvchilarga men o'rgatgan edim. Endi kompyuterchilarga ham o'rgataman. Buni o'rgatganlar bo'lishi mumkin. Endi men ham har ehtimolga qarshi o'rgatyapman. Kimdirlar balkim buni bilmas. Birinchi o'rinda biz nastroykamizga kirishimiz kerak. 1.12 nastroykasi juda oson, juda oson. Bu yerda mana tugmalar bor. Keyin qaranglar mana. Nimaga men sizlarga bitta narsani tushuntiryapman. Bu yerda biz blockbuster modini qo'shganimizda bizda yangicha nastroykalar qo'shiladi va bu yerda harf qo'shishimiz kerak bo'ladi. Misol, bu yerda deyapti play stop scan deyapti. Ya'ni siz o'sha zapsni boshlab, animatsiya berishni boshlab, blockbuster modini ishlatishni boshlab to'xtatishingiz mumkin deyapti. Bu yerda harf belgilang deyapti. Misol uchun men K harfini qo'ydim. Yoki nima harf qo'yamiz? B harf qo'yamizmi do'stlar? B harf B harf to'xtanglar. G harf qo'yamiz. Mana G harfni qo'ydim. Endi qaranglar, bu yerda G harfni bosib, yana bitta bossam to'xtat ekan. Bu yerda pauza deyapti. Pauza qilsak ham bo'lar ekan. Bizga pauza hozir kerak emas, bizga rekord, ya'ni replay qilsak ham bo'lar ekan. Bitta H harfini qo'yamiz. Mana endi tayyor. Hamma narsa tayyor do'stlar, qaranglar. G bilan H. Endi qaranglar, endi biz birinchi mana bu animatsiyaga skin beramiz. Qaranglar, birinchi mana bu yerdan yugurtirib o'tib ketishimiz kerak mana. Zaps ketyaptimi? Mana zaps ketdi. Let's go. Bizda boshlandi zaps. Mana ko'rishingiz mumkin. Men yuguryapman. Mana bu yerda animatsiya ketyapti. Kadr ketyapti. Hop, mana yuguryapman, boryapman. Hoppa. Va bu yerdan biz yana hayda bosdik, tugadi. Ya'ni animatsiya berildi. Endi yana bir marta o'sha bitta narsa qilamiz hozir. Mana ko'rishingiz mumkin, bizda animatsiya berilgan mana. Adashib ketibman, G deb bossa, xullas H deb bossa olinar ekan. G deb bossa mana replay bo'lyapti. Mana ko'rishingiz mumkin, bizda animatsiyamiz olindi. Endi ikkinchi skinga o'tkazamiz. Buni qanday qilamiz? Mana ko'rishingiz mumkin. Personajga kelamizda mana. Personajga kelib, ikkinchi skinga o'tkazamiz va bu yerdan yana H deb bosamiz. Mana. Boshlandi bizda. Skinimiz ketdi mana. Ikkinchi o'sha boyagi birinchi bergan animatsiyamiz ko'rinyapti bizga, qaranglar. Ortidan yugurib, "Voy, to'xta" deyishimiz va orqasidan yugurishimiz ham mumkin. Biz yuguryapmiz orqasidan. Mana. Ko'rishingiz mumkin mana. Hayda bosdim, tugadi. Animatsiyamiz endi uchinchisiga berishimiz mumkin mana. Mana sizlarga qiyindek ko'rinishi mumkin, lekin qilib ko'ringlar, zo'r, albatta animatsiya sizlarga o'xshaydi. Hayda bosamiz, yana bizga 3-skinga o'tkazdi mana. Ko'rishingiz mumkin. Vau, mana endi bu yerda bittasi mamda keladi suvda atrofidan. Mana bu 3-skinimiz suvda atrofida aylanadi, ular bilan birgalikda qaytadi mana. Nima qiladi? Qaytadi. Uchib ketdim. Rasman shunaqa qiladi. Va mana hayda bosadi, tugadi. Animatsiyamiz tugadi va 4-animatsiyaga o'tamiz. Xohlasanglar, endi personajga qarab do'stlar, misol uchun sizlar 10 ta personajga animatsiya bermoqchisizlar. 10 ta qilib ochasizlar, 10 tasiga ham skin qo'yasizlar. Yoki ikkitasiga bermoqchisizlar, ikkita personaj qimirlatmoqchisizlar, ikkitasiga ochasizlar bo'ldi. Qolgani kerak emas bizga. Shunday gaplar. Mana hayda bosdim yana. Aytib qo'yay, boshlagan harfim H edi, ya'ni H ga qo'ygandim. Endi tasavvur qilinglar, o'sha H bilan yana to'xtataman. Boshqa harfni bosmayman, admin bo'lib ketadi. Mana. Let's go. Ketdi. Bu yerda o'tira bo'lyapti. Yana H deb bosdim. Endi nima qilamiz? G deb bosamanda kuzataman mana. G deb bosib kuzatyapman bilan mana. Bu xuddi kino olsanglar bo'ladi, bunday qilib. Xullas, mana bu yerda to'rtta sarguzasht tur nima deydi? Xullas, mana shunaqa qilib ertak olsanglar ham bo'ladi. Faqat iltimos sizlardan Grinch videolar olib tashlamanglar. Eng yomon ko'rgan narsa mana shu. Xo'p, shunaqa qilib do'stlar, sizlar bilan Hyperjon bo'ldi. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Bizning videomizga like bosing albatta. Shuncha qimmat video qilganligimiz uchun albatta. Buni blockbusterchilarga jo'natinglar. Ne desamda hasillashdim. Like bosing, 100 ta komment va 100 ta like dan keyin buni modlarni Telegram kanalimga albatta tashlayman. Shuning uchun obuna ham bo'lib qo'yinglar, chunki foydali kontentni faqat biz emas, boshqalar ham qiladi. Faqat biz ham qilamiz. Shuning uchun foydali kontentlarni qo'llab-quvvatlang. Sog' bo'ling, omon bo'ling.